Kom Botir Qodirov 15 nafar farzandi borligi haqida ma'lumot berdi. Xonanda Botir Qodirov YouTube'dagi Chotki TV kanaliga bergan intervyusida otasi tomonidan tan olinmaganligi va farzandlarining soni haqida savollariga to'liq javob berdi. O'z vaqtida tan olinmagan farzandman. O'sha paytda katta oila qilishni va ularni adolat bilan boshqarishni niyat qilganman. Hozirgi kunda 15 nafar farzandim bor va ularning har biridan faxrlanaman. To'g'ri, ular bitta onadan emas, ammo ularning hammasini tan olaman. Farzandlarimning bari bir-birlarini tanishadi va do'stona munosabatda bo'lishadi. Boshqa oilamdan bo'lgan farzandlari birinchi oilamga kelib bemalol o'ynashadi. Farzandlarim uchun albatta vaqt ajrataman. Ularning barini yig'ib istirohat bog'iga yoki ovqatlanishga olib boraman. Uzun stol buyurtirib, miriqib ovqatlanamiz. Jigarlarning bir-biriga bo'lgan munosabati iliq ekanligidan juda ham xursandman. O'ylashimcha, hammasi erkak kishining o'ziga bog'liq. Inson farzand ko'rdimi, uni tan olishi kerak. Aksincha ish tutish emas, nomardning ishi hisoblanadi. Xotindan qo'rqib ish tutish erkak kishiga xos bo'lmagan ish hisoblanadi. Chunki yoki ayol kishi mansabdor ayolingiz ketib qolishidan qo'rqib, boshqa insonlarga xayol surishning oqibati kelib chiqishi mumkin. Xotindan qo'rqib ish tutish erkak kishiga xos bo'lmagan ish hisoblanadi. Chiroyli yoki mansabdor ayolning ketib qolishidan qo'rqib boshqa oilasidan bo'lgan farzandini tan olmaslik yoki uni yashirish erkak kishiga xos ish emas. Tug'dirding, keyin bolani tan olib voyaga yetguniga qadar unga mehr berish, ulg'aytirish otalik burchi deb bila olaman. Rosti farzandim voz kechadigan yoki bitta ayol bilan munosabatlarini uzib boshqa oila qurganidan keyin farzandlarini ham unutib qo'yadigan erkaklarning ishini tushunmayman. To'g'ri, xotinni ko'chada millionta bo'lishi kerak. Bittasiga uylansangiz, u ayolingiz bo'lib ketaveradi. Ammo farzand erkakning bir bo'lagi, uning vujudidan yaralgan. Buning savol-javobi juda og'ir bo'ladi. Siz farzandingizdan voz kechdingizmi? Kun kelib sizdan ham voz kechishi aniq. Bu qaytar dunyo, deydi Botir Qodirov. Kanalimga obuna bo'ling, like bosishni unutmang.